Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Ruxsor telekanalida TV advokat ko'rsatuvi jonli efirdagi dasturimizni boshladik. Kabinetli boshlovchi Hasanboy Ibrohimov hamda bizni doimiy hamkorimiz, doimiy qadrdonimiz Farg'ona shahrida faoliyat olib boruvchi advokat Muzaffarjon Turdumatov. Muzaffar aka, xush kelibsiz studiyamizga. Yana bir bora ko'rib turganimizdan benihoya shodmiz. Salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Navbatdagi nimani boshladik. Xudo xolasa kimda qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Albatta, ekranda raqamlar ko'rinishni boshlagan aziz teletomoshabinlar bemalol mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egasiz. Huquqiy masalalarda o'zingizni qiynab kelayotgan savollarga advokatimiz jonli efirda mana shu yerda to'g'ridan to'g'ri javob beradilar. Yurtdoshlarimiz bizga qo'ng'iroq qilishlaridan oldin Muzaffar aka, menda bir savol bor. Muzaffar aka, bilamizki, juda ko'plab yurtdoshlarimiz ijaraga uy oladi yoki bo'lmasam ijaraga bir avtomobil oladi. Aksariyat holatlarda bu holat og'zaki amalga oshiriladi. Shunchaki, mana Muzaffar aka, men sizdan mashina oldim, shunaqa deydi va og'zaki amaliyotni bajarib bo'lgandan keyin ushbu avtomobilni yoki uyni yaroqsiz holatga keltirib qaytaradi. Yoki bo'lmasam ijara pulini vaqtida to'lamasdan bir chet elgami juftayni rostlab qoladi. Mana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun biz fuqarolar, shaxsan o'zimga ham bu qiziq, nimalar qilishimiz kerak? Qonunda bir qanaqa choralar bor? Albatta. Ijara shartnomani agar bo'lmasa, bunda katta muammolarni kutish kerak bo'ladi, kutaverish kerak. Chunki birinchi navbatda ijara shartnoma yozma ravishda bo'lishi kerak va tavsiyam shuki, ijara shartnomani notarial tasdiqlatib qo'yish kerak bo'ladi. O'shanda qonuniy yuridik kuchga ega hujjat sud tomonidan va boshqa davlat organlari tomonidan tan olinadigan yuridik hujjatga aylanadi. Endi ijara shartnomada barcha shartlar ko'rsatiladi. Ertadan keyin nizo chiqmaydi o'shandan keyin. Masalan, ijara shartnomani muddati, 6 oy muddatmi, 1 yilgami, miqdori, to'lov miqdori, qaysi oyda, qaysi kunida berishligi, Endi keltirilgan zararlar, masalan, uyni ta'mirtalab qilib tashlaydigan bo'lsa, mashinaga agar yaroqsiz qilib qo'yadigan remontlar bo'ladi-ku, o'shanda kim tomonidan qoplanishi kerak? Aksariyat holatlarda ijaraga oluvchi tomonidan qoplanadi. Masalan, o'zi yashab turgan vaqtda kuyib qoldi bironsa nima, lampochkalar almashtirish kerak bo'ladi, smesителlar buzilib qoldi, boshqa hokazo holatlarda o'zi almashtirish kerak bo'ladi. Mana shu shartlar bandda yozilgan bo'ladi. Shartnomani bandlarda bo'lishi kerak. Chunki ijara yashab turgan vaqtda o'sha yetkazilgan yaroqsiz holatga keltirilganda ta'miri ijaraga oluvchi tomonidan qoplanishligi, o'sha bajarilishligi ko'rsatadi. Masalan, mashinada ham buzilib qoladigan bo'lsa, remont qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, yo birorta zapchasini, birorta jihozini almashtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zi almashtirish kerak bo'ladi. Endi yoki nimadan ijara beruvchi almashtirib beradigan bo'lsa, ijara haqqidan ayirib yuborish, chegirib yuborish kerak bo'ladi. Agar o'sha ijara oluvchining aybi bilan bo'lgan bo'lsa. Endi o'shaning uchun hamma holatlarda ijaraning shartlarini kerak bo'lsa, mana holatlar, har xil holatlar bo'lyapti. 2 yil, 3 yil mashinani minishyapti. Katta jarimaga tushib qolyapti, o'zi ketib boryapti Rossiyaga. Bu ijara mashinani egasi o'zi to'lashga majbur bo'ladi, chunki bu yerda shartnoma yo'q. Majburiyat kimga yuklatilganligi ko'rsatib o'tilmagan. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun albatta hamma nimasini kerak bo'lsa garovga narsa olib olish kerak yoki bir sug'urtalab qo'yish kerak. Tasdiqlab qo'yish kerak. Qonuniy nimalari bo'lish kerak. Aziz teletomoshabinlar, juda ham zo'r bo'ldi, chunki ko'plab yurtdoshlarimiz qarindoshlaridan, ishongan do'stlardan ham shunchaki og'zaki tarzda ijaraga olib olishadi, ko'ngilsizliklar kelib chiqadi. Mana shunaqangi ko'ngilsizliklar chiqmasligi uchun mana shu Muzaffar aka aytgan tomonlarga e'tibor qaratishingizni so'rab qolamiz va bizga qo'ng'iroqlar kelishni boshlagan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Hozir ko'rib turibman. Menda shunday savol bor edi. Eshitamiz, marhamat. Mana ijara bo'yicha yana bir qo'shimcha savol bor edi. Marhamat. Agar men ijarani og'zaki ravishda shartnoma qilganman, kelgan shunchaki hozir kelib yashab turibmiz. Demoqchi bo'layotganim hozir shu holatimda, og'zaki shartnoma qilgan joyda
sharoitimda men ijara turgan joyimga shyotimni olib kelib ko'chirishga haqqim bormi yo yo'qmi shuni bir bilmoqchi edim. Savol tushunarli Muzaffar aka? Yo'q, nimani ko'chirishga? Savolni boshqatdan takrorlab olasiz. Nimani ko'chirib olib kelish kerak? Hali shyot bo'ladi-yu. Shot? Ha, turar joyimdan o'zimda asl turar joyimdan bu tomonga ijaraga turgan joyimga pasport shyotimni olib kelishim kerak bo'layapti-da. Propiska Bunga deyilyaptimi? uyga qachilyapti. Propiska. Ro'shan turmas. Kimaki shu ishda. Akajon, propiskani nazarda tutyapsizmi? Ha, propiska. Ha, uchot deyapti ekan. Ha, tushunarli Muzaffar aka? Yo to'ldirsinmi savolni? Yo, uchotni olish shartmi, shart emasmi deb aytilyaptimi hozir? Shunaqa deyapsizmi? Ijaraga turuvchining nimaga qo'yish kerak? Uchotga qo'yish kerak, ijaraga turuvchini demoqchimisiz? Albatta, shyotga qo'yishim kerak. Propiskaga. Qo'yishim kerakmi degan savol bo'lyapti. Savol bo'lyapti. Bo'ldi, tushunarli. Tushunarli. Aloqani uzyapman, hurmatli yurtdoshimiz. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz, javobni advokatimiz beradilar. Xo'p, har bir fuqaro yashab turgan joyda ro'yxatdan o'tgan joyi bo'lishi kerak. Endi u fuqaroni balkim ijaraga oluvchini asosiy ro'yxatdan o'tgan joyi propiskasi o'zini yashab turgan joyida bo'lishi mumkin, boshqa viloyatda. Masalan, aytaylik, Farg'onadan Toshkentga ishlagani bordi yoki o'qigani bordi. Ijaraga oldi. Ijaraga olgandan keyin vaqtinchalik endi ijara shartnoma, ijaraning muddati bor o'zi. 6 oyga olyaptimi yoki 1 yilga olyaptimi? O'sha muddatga propiskaga qo'yish mumkin. Vaqtinchalik propiska deyiladi. O'sha belgilangan ijara shartnomadagi muddat tugagandan keyin u o'zi bekor bo'ladi o'zi. Nimadan chiqib ketadi? Propiskadan chiqib ketadi. Yuqoridagi aytib o'tgan mana shu ko'rsatmalaringiz ham mana shu shartnomaning ichiga kiradimi yo alohida bo'ladi? Yo'q, buni kiritish ham mumkin, kiritib qo'yish ham mumkin, lekin bu kiritish majburiy emas. Endi nimani talabiga qarab turib, o'sha ijara turuvchining talabiga, masalan, harbiylar ijaraga olgandan keyin albatta vaqtinchalik propiskaga qo'ydirishadi. Chunki masalan, Samarqandlik harbiy Farg'onada xizmat qilayotgan bo'lsa, ijaraga olgan bo'lsa, notarius orqali ijara shartnoma tuzilgandan keyin o'sha ijara shartnoma asos bo'ladi, keyin vaqtinchalik propiskaga qo'ydiriladi. Muddat tugagandan keyin, shu 6 oylikka qo'yilgandan keyin, o'sha 6 oylik muddat o'tgandan keyin o'z-o'zidan vaqtinchalik propiska yechilib ketadi. Endi bu aytishyapti, og'zaki shartnoma tuzganman deyapti. Og'zaki emas, men yozma ravishda nima qilishni tavsiya qilaman, chunki ijarada turish uchun asos bu propiska emas, bu ijara shartnoma hisoblanadi. Ertadan keyin nizo chiqmasligi uchun to'lov masalasida yoki uyga bir zarar yetkazib qo'ysa, yaroqsiz holatga keltirib qo'yadigan bo'lsa, yoki kommunal to'lovlar bor uyda, o'sha masalalarda uydan ketib yuboradi-da, ogohlantirmasdan kommunal to'lovlar to'lamagan bo'ladi, qarzdorlik kelib chiqadi, boshqa qarzorliklari bor, keyin isbotlab bera olmaydi. Chunki shartnoma yo'q. Og'zaki tuzilgan xolos. Ijara turgan odam muttahamlikni tan olmasligi ham mumkin. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun, oldini olish uchun albatta ijara shartnoma yozma ravishda tuzilishi kerak bo'ladi. Tushunarli. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Jonli efirdasiz. Marhamat, advokatimizga savolingiz bo'lsa eshitamiz. Xullas, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat, televizorga qaramasdan savolingizni beravering. Ha, xullas, qanaqa savol olsa ham bo'laveradimi yo faqat aka, huquqiy masalalardagi savollar. Boshqa savollarga qabul qila olmaymiz. Endi biz demoqchimiz, biz tadbirkor deylik. Xo'p. Bir klientimiz bor edi, bizga sement olib kelib berardi har doim klientimiz. Eshityapmiz. Keyin pulimizni olib turib, bir 10-15 marta olib kelib bergan, keyin oxirida pulimizni olib ketib, shu bu yo'g'ib ketib qoldi. Bola hozir bilsak, Rossiyaga ketib qolibdi. Shuni qanaqa qilib olsak bo'ladi? Shunga bir bunaqa bormi? Qonundan qaysi yordam bor bizga? Shuni bilmoqchi. Tushunarli. Tushunarli. Siz bilan aloqani uzyapman. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Advokatimiz javob beradilar. Rahmat. Salomat bo'ling. Albatta bu holatda ham qonuniy yechimi bor. Birinchi navbatda ichki ishlarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ichki ishlarga shu shaxsni ismini aytib, kimligini aytib, bo'lgan holatni tushuntirib, o'sha mablag'ini olib qaytarib bermaganligi va shuni qonuniy chora ko'rib, o'sha mablag'ni undirib berish bo'yicha amaliy yordam so'rab murojaat qiladi. Qisqa qilib 102 ga, agar ishonch raqamlariga telefon qiladigan bo'lsa.
keyin o'zi tegishli mas'ul xodimga murojaat tushgandan keyin chaqiriladi. Chaqirilganda tushuntirish oladi batafsil. O'shanda tushuntirish berayotganda e'tiborli bo'lib nima qilish kerak? Maksimal holatda yoritib berishga harakat qilish kerak. O'sha berilayotgan paytda kim bo'lganligi, guvohlar borligi, iloji boricha guvohlarni ko'rsatish kerak bo'ladi. O'sha pul berayotganda o'sha sement sotuvchi oldida palonchi ishtirokida pul berilgan, masalan, qancha guvoh bo'lishi kerak. Albatta, asos bo'lishi kerak. Quruq gap bo'lib qolmasligi kerak. Asos yoki o'sha kamera bo'ladigan bo'lsa, kamera nimasi, syomkasi bo'lishi mumkin. Guvohlar bo'lsa, guvoh. Agar undan keyin pulni qaytarmagandan keyin o'rtalarida yozishmalar bo'lgan bo'lsa, SMS yoki Telegram messenjerlar orqali qanaqadir yozishmalar bo'lgan bo'lsa, albatta o'sha yozishmalarni ham skrinshot qilib nimaga ichki ishlarga taqdim qilish kerak bo'ladi. Endi pulni olib xorijga chiqib ketgan bo'ladigan bo'lsa, chora ko'rilaveradi sirtdan faqat. Masalan, qidiruv e'lon qilinadi. Rossiyadan O'zbekistonga qaytgandan keyin unga nisbatan tegishli qonuniy choralar ko'riladi. Agar bu firibgarlik sifatida jinoyat alomati bo'lib tasdig'ini topadigan bo'lsa, summa katta bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa ehtiyot chora ham qo'llanishi mumkin. Ehtiyot chora, ya'ni qamoq jazosi. Qamoq nima qilib, o'sha tergov davomida sud yakunlanguncha ehtiyot chora qo'llab qo'yish mumkin. Agar zararni qoplaydigan bo'lsa, tergov davomida baribir ham sudga chiqadi. Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan yengilroq jazo chorasi oladi. Tushunarli. Javob bitta, shu ichki ishlarga murojaat qilish kerak. Ichki ishlarga murojaat qilishingiz kerak ekan. Hurmatli bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz, bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, aziz teletomoshabinlar, dasturimiz jonli efirda, efir madaniyatiga ham ozgina rioya qilasizlar degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirga tushdingiz. Aha. Men ona advokatga savolim bor edi. Eshitamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat aka, tuzimisiz? Televizorga qaramasdan gapiring. Televizorda ovozini o'chirib qo'ying. Meni o'g'lim nima jinoyat bo'yicha bo'ladimi? Hozir televizorda ovozini o'chirib, pasaytirib qo'yadi. Hozir. Telefonga e'tibor qaratamiz aka, telefonga. 198 bo'lamidi? 198-chi, o'sha 97-modda bilan qamal bo'ldi. Xo'p. G, B, V, G bandlari bilan. Xo'p, unga 20 yil berildi. Xo'p. Hozir 6-yil ketyapti o'zi. Aslida savolim nimasi, o'sha kolonka beriladimi, bir nimalari bormikin deb murojaat qilmoqchi edim. Bir yengillik bo'larmikin. Endi birinchi marta o'tirishi. Xo'p, ismingiz nima? Yoshi Absalom. Absalom aka, savolingiz advokatimizga tushunarli. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Televizorda ovozini ko'tarib ko'rib turing. Siz bilan aloqani uzyapman. Xo'p. Demak, aytishlari bo'yicha jinoyat 97-modda, ya'ni qasddan odam o'ldirish. O'sha 2-3 ta bandlari bo'yicha nima qilingan ekan, demak, o'ta og'ir jinoyat sodir etilgan, jazo ham og'ir jazo berilgan, maksimal почти 20 yil jazo berilyapti. Endi kolonka masalasi, manzil koloniya deyiladi. O'sha og'ir jinoyatlarda o'zi og'ir jinoyatlar turkumiga kiradigan jazolarda o'zi to'liq o'taladi. To'liq o'taladi, lekin o'sha jazoni o'tash muassasasida ortiqcha narusheniya qilmasdan o'sha yaxshi jazoni o'tasa, masalan 3dan 1 yoki 2dan 1 qismini yoki teng yarmini o'tagandan keyin manzil koloniyasiga chiqarilishi mumkin. Chunki chiqarilishi bor, bu narsa qonunda ko'rsatib o'tilgan. Manzil koloniyaga chiqadi. Manzil koloniyada chiqqandan keyin qolgan qismini, masalan 10 yilni o'sha ozodlikdan o'sha jazoni o'tash muassasasida, ya'ni zona deyiladi, zonada o'tadigan bo'lsa, yarmini 10 yil. 10 yildan keyin manzil koloniyaga chiqqandan keyin 2dan 1 yoki 3dan 1-ni atda o'tadi manzil koloniyasida. Ya'ni bir 3 yil, 3,5 yil o'tagandan keyin o'sha shartli ravishda nimaga chiqariladi va o'sha manzil koloniyasidan ozodlikka, ochiqlikka chiqarilib jazoni qolgan qismini o'ziga bog'liq ekanda. Uni axloqiga,
xulq-atvoriga bog'liq. Agar aqda ham o'sha jazoni o'tash muassasasida ham huquqbuzarlik qiladigan bo'lsa, ichki tartib qoidalariga amal qilmaydigan bo'lsa, unda og'irlashtiruvchi choralar ko'rilishi mumkin bo'ladi. Lekin manzil koloniyaga chiqarish qonunda ko'zda tutilgan. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz jonli efirga tushdingiz. Qayerdan kim? Men shuni ko'ryaptim, o'shanga terdim nomerga. Xo'p, marhamat, advokatimizga savolingiz bo'lsa eshitamiz. Allo. Savolim bor. U hozir men siz bilan gaplashaman oldin. Ha, telefonim bilan gaplashasiz. Televizorda efirga ketadi. Faqat bir 8 sekund farqimiz bor. Iltimos, televizorga qaramang. Telefonga e'tibor qarating. Savolingizni eshitamiz. Xo'p, savol shundan iboratki, 9 yil oldin menda bir ish bo'lgan. U ish ana-mana bo'lib, o'zim harakat qilganim yo'q, organga ariza qilganim yo'q. Shu ish qonunda kechiktirilishi mumkinmi yo ish ochiladimi men borib ariza qilsam? Qanaqa 9 yil oldin bo'lgan ishga, jinoiy ish bo'lgan. Jinoiy ish bo'lgan. Mendan firibgarlar yaxshigina summa olishgan, pul olishgan. Shu narsa dalil isbotlar yetarli bo'lsa topsa bo'ladi. Ha, siz 9 yil oldin bo'lgan mana shu firibgarlikni hozir ko'rib chiqsa bo'ladimi degan ma'noda savol beryapsiz, to'g'rimi? Ha, qonunda shu to'g'ri keladimi yo kechiktirildi ish yo qolib ketdi, nimaga murojaat qilmagansiz degan savol bo'lishi mumkinmi menga? Ilgari murojaat qilinmaganmi? Yo'q, murojaat qilinmagan. Bir 3-4 yil oldin sal uchi chiqqan, qanaqadir organ xodimining xabari bo'lib turib, mahalla inspektori deydi-yu. Xo'p. Shu odam qo'ldan kelgancha bu odam mayli pul va'da beryapti, berguncha olaveringlar degan. Endi qancha berar ekan deb. Bo'ldi, tushunarli savol. U pulni bera olmadi. Tushunarli. Hurmatli yurtdoshimiz, siz bilan aloqani uzyapman. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Javob beradilar advokatimiz. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. O'zi murojaatlar umumiy davom muddati 3 yil. 3 yil. Endi 9 yil bo'lyapti deyilyapti. Endi murojaat qilishda shunday murojaat qilish kerakki, go'yoki ilgari murojaat qilganligini aytish kerak bo'ladi. Men o'sha 4 yil oldin bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, 21-yilda, 2020 yoki 21, iloji boricha 3 yillik muddatni o'tib ketmaydigan muddatni aytib turib, 102 qilsa ham masalan. 102 qilinayotganda agar ishonch raqamga murojaat qiladigan bo'lsa, umuman muddat aytmay qo'yilaversin. O'sha shaxs aytib voqeani aytish kerak. Holatda aytib, o'sha aldab ketganligi, o'sha tegishli choralar ko'rishlikda, qonuniy chora ko'rishlarini va o'sha nimani mablag'ni undirib berishga yordam berishlarini so'rab murojaat qiladi. Chunki 102 ga telefon qilganda uzoq gapiradigan bo'lsa, muammo bo'ladi. Shuning uchun qisqa lo'nda qilib aytiladi. Keyin murojaati mas'ul xodimga chiqib, o'zini alohida chaqirtirib, tushuntirish olayotganda batafsil o'sha kerak bo'lsa doston qilib ham yozib beraveradi bo'lgan holatlarda. Lekin murojaat rosa qisqa bo'lishi kerak. Kim tomonidan, qayerda, qanaqa holat bo'lganligini qisqa qilib aytib berilsa bo'ldi. Yordam berishlarini so'rash kerak oxirida, qonuniy. O'sha batafsil shu nimani tushuntirishda yozib berilayotganda iloji boricha 3 yillik muddatdan o'tib ketmaydigan holatda o'sha murojaat qilingan-u tegishli choralar to'liq ko'rilmagan desa yaxshiroq, maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar 9 yil oldin bo'lganligini va 9 yildan beri hech qanday murojaat bo'lmaganligini aytib o'tgan bo'lsa, ariza murojaat ko'rib chiqilmasa rad qilinishi mumkin. Chunki muddat o'tib ketganda o'zi murojaat qilish muddati o'tib ketgan. Tushunarli. Yurtdoshimiz, albatta biz advokatimiz sizga javob berdilar. Sizga minnatdorchilik bildiramiz va biz keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz jonli efirdasiz. TV advokat ko'rsatuvida tanishib olamiz. Qayerdan kim? Sizmisiz? Rahmat. Advokatga savolim bor edi. Eshitamiz, marhamat. Men Farg'ona viloyati Qashloq tumanidan telefon qilyapman. Xo'p. Aka, biz
savdogar biz endi olib sotib yuramiz aytdan. Ana bu o'zdan bitta akaxonimiz o'rtog'imiz bor edi. Xo'sh. Xullas, o'zi 7 million bitta tegirmonda savdo qilgan ekan. Gapiravering, eshityapmiz. Sotmagan ekan. Keyin biz borib qoldik, shuni siz menga olib bering dedi. Endi bizda qandaydir xislatimiz bor ekan, bizga berib yubordi 5 millionga. Xullas 5 millionga berdi, uyimda tegirmonda olib ketaverasiz. Buni men o'rnatib olaman dedi. Keyin endi bo'pti, mayli biz uyingizda beraverasiz, biz zapchas qilib yuboramiz dedik. Uyga olib kelib qo'ygandan keyin tegirmonni ham bermadi. Men dadamlar unamayapti, u bo'lib uyga turib olib hech narsani bermadi deng. Shuni nima qilish kerak? Javob savol tushunarlimi? Yo'q, hozir uncha tushunmadim. Men hozir pul bergan odam Borib do'pposlash kerakmi yo bir murojaat qilish kerakmi shunga? Shoshilmasdan savolingizni batafsilroq tushunarliroq qilib bering. O'sha uyga olib tegirmonda olib borib, endi bermayman degan odam bu sotib olgan odammi yo sotgan odammi? Eshityapsizmi? Telefonga e'tibor qarating, telefonga. Tegirmonda egasi aka. Eshityapman, tegirmonda egasi o'zi ololmagan ekan, u bolaga 7 million degan ekan. Hop. Keyin biz borib, endi jagovor qilib o'tib 5 million so'mga oldik. Oldik, xullas kalom, endi uyga olib kelib tushirib, aytdiki, "Meni uyimda tegirmonni siz ertaga bizni olib ketib qo'ying, men o'rnatib qo'yaman" dedi. Endi u bola uyga olib kelib tushirib olgandan eshiklarni yopib olib, "Bermayman." Muzaffar aka, dadamlar mana uyda tegirmonni ham. akajon, Muzaffar akamiz javob beradilar, faqat siz raqamingizni olib qolamiz. Bo'laveradimi? Ha, bo'laveradi. Bo'laveradi. Ishda bu. Ismingiz nima? Shuhratjon oti. Shuhrat aka, siz raqamingizni olib qolyapmiz. Efirdan keyin sizga bog'lanamiz, chunki siz savolni tushunarsiz beryapsiz. Bo'laveradimi? Yo'q, men qarang. Bo'ldi, tushundik. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Raqamingizni olib qoldik, aziz tomoshabinlar. Chunki vaqtimiz chegaralangan, imkon boricha biz qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Bizda reklamadan so'ng yana jonli efirga qaytamiz. Uzoqlashmang, reklama. TV advokat ko'rsatuvi davom etadi, aziz teletomoshabinlar. Dasturimiz jonli efirda amalga oshirilyapti. Eslatib o'taman, biz qo'ng'iroqlarni, ya'ni huquqiy masalalarda o'zingizni qiynab kelayotgan savollarga advokatimiz tomonidan javoblar berishda davom etamiz. Qo'ng'iroqlar bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz, TV advokat ko'rsatuvida. Ha, menda advokatga savolim bor edi. Marhamat. 2021-yili kvartira sotganman. Endi oradan mana 3 yildan ortiq vaqt o'tib, menga mana 2025-yil 10-yanvarda davlat soliq idorasidan telefon qilib, 14 million 200 ming daromad solig'idan qarzdorligingiz bor deyapti. Men shu paytgacha bu qarzdorlikni bilmaganman. Hech kim yetkazmagan, hech qanday ogohlantirishsiz, hech qanday xat bo'lmagan menga, uyimga ham xat kelmagan. Shu masalada endi hozir advokatga savolim, davom muddati 3 yil-ku, shuni bekor qilish mumkinmi? Tushunarli Muzaffar aka? Ha, summa qancha ekan qarzdorlik? 14 million 265 mingmi chiqyapti-da, hozir o'zi 8 million 700 ming ekan, peniyalari bilan shunaqa bo'lib ketdi hozir. 6 soatli shartnoma 21-yilda uy sotganman deyapsiz, a? 21 noyabr oyida sotilgan. Demak, 21-yilda olib, 21-yilda sotyapsiz. 1 yil ichida sotib yuboryapsiz, shunaqami? 20-yilda xususiylashtirib 21-yilda sotyapman. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Tushunarli, ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz, batafsil fikrlarni aytib o'tadilar. Xo'p, soliq qonunchiligida o'zi o'sha 3 yillik muddat ichida 3 yil egalik qilmasdan turib sotib yuboradigan bo'lsa, davlat o'sha daromad solig'i belgilangan 12%. Endi davom muddati o'tib ketdi, 3 yildan o'tib ketdi deyilyapti. Haqiqatda umumiy davom muddati 3 yil.
Lekin soliq kodeksida soliq qonunchiligi bo'yicha orqaga qaytish muddati 5 yil deb qo'ygan. 5 yil edi, lekin o'zgarish bo'lib 3 yilga qaytgan bo'lishi ham mumkin. Bu endi nizoli holat. Bu bo'yicha meni tavsiyam tumanlararo ma'muriy sudga murojaat qilish mumkin. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, raqamlarni oladigan bo'lsak, batafsil men tushuntirib bo'ldi, raqamlarni olib qolamiz. Ularni chiqmasdan. ko'rsatuvdan keyin o'zlariga aloqaga chiqib qo'yasiz. Raqamlari Qaysi? mana shu raqam. 90. Biz jonli efirdamiz, hurmatli teletomoshabinlar. Jonli efirda mana shu tomonlarni ham hisobga olib qo'yasizlar. Qo'ng'iroqni qabul qilyapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. TV advokat ko'rsatuvida. Aka, tashlamayapsizmi? Rahmat. Savolingiz bormi? Bor aka. Eshitamiz. Aka, men shu 2022-yilda Rossiya Federatsiyasidan FSB tomonidan ikkita telefonim musodara bo'lganmi, bilmadim. O'zbekistonga jo'natib yuboramiz deyishgan. O'zim 24-yilda keldim. Shu telefonimni qayerdan olishni bilmasdan, ichida sarson bo'lib yuribman. Shunga bir natijasi bormi, birodar? Qayerga uchrashim kerakmi? Telefonni qayerda olib qo'yilgan? Rossiya Federatsiyasida. Bo'ldi, tushunarli savol. Tushunarli. Aloqani uzyapman, ko'rsatuvni ko'rib turasiz. Xo'p, murojaat qilish o'sha huquqbuzarlik holat sodir etilgan hududga murojaat qilinadi. Endi ya'ni Rossiya Federatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, Rossiya Federatsiyasida bizni O'zbekiston fuqarolariga amaliy yordam beradigan O'zbekiston davlatimizni vakolatxonasi bor, ya'ni vakillari, elchixona, vakolatxona bor. O'sha elchixonaga yoki vakolatxonaga murojaat qilib, ariza bilan murojaat qilish kerak. O'sha holatni tushuntirib berish kerak. O'zbekistondan turib nima qilish, agar bu yerda turib murojaat qilsa ham baribir bu murojaat vakolatxonaga yuboriladi. Agar O'zbekistonda turib hozir murojaat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, 102 ga murojaat qilish kerak bo'ladi, ichki ishlarga, ya'ni ishonch raqamiga murojaat qilib, o'sha murojaatini tushuntirib bersa, ichki ishlar orqali, ichki ishlar vazirligi va vazirlik orqali o'sha elchixonaga yoki vakolatxonaga, Rossiya Federatsiyasiga yo'naltiriladi. O'sha yerda qonuniy choralar ko'rilishi mumkin bo'ladi. Tushunarli. Keyingi qo'ng'iroqdan qabul qilyapman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz jonli efirdasiz, TV advokat ko'rsatuvida. Savolingiz bormi advokatimizga? Savolim bor edi. Eshitamiz. Assalomu alaykum, o'rninglar. Va alaykum assalom. Bizni farzandimiz turmushlari buzilib ketgan edi. Xo'p. Shunga endi o'rtada bola bor. Endi talash muammo bo'lyapti shu bola. Men qizni otasiman. Ko'proq kim haqli farzandga? Farzand necha yoshda? Farzand 2 yoshdan o'tgan. 2 yoshdan o'tgan? Bo'ldi, tushunarli savol. Tushunarli. Aloqani uzyapman, ko'rsatuvni ko'rib turasiz. Xo'p, farzand, ya'ni 3 yoshga yaqin farzand. 2 yoshdan o'tgan dedilar. 2 yoshga farzand ota-onaning o'rtasida talash bo'layotgan bo'lsa, qonunchilik bitta tartibga solgan, o'sha oila kodeksida. Ya'ni farzand 10 yoshgacha ona bilan bo'ladi. 10 yoshgacha ona bilan bo'lib, 10 yoshdan keyin kim bilan yashash, tanlash huquqi farzand o'ziga beriladi. Ungacha hozir masalan aytaylik, onadan farzandni olib qo'yish uchun bir jiddiy sabablar bo'lmasa, qanday sabablar bo'lishi mumkin? Qachonki onalik huquqidan mahrum qilib farzand olib qo'yishi mumkin? Bu oila kodeksining 79-moddasida ko'rsatib o'tilgan, qachonki ona jinoyat sodir etgan bo'lsa, giyohvand bo'lsa, yoki ichkilikka mubtalo bo'lgan bo'lsa, farzandga nisbatan vahshiyona munosabatda bo'lsa, ta'minotini qilmayotgan bo'lsa, u bolani tarbiyasi, ma'naviyatiga, barkamol o'sishiga bir zarar yetkazadigan nimalar sharoit yaratgan bo'lsa, o'shandagina vasiylik va homiylik organi tomonidan farzand olib qo'yish mumkin. Undan boshqa holatlarda
farzandni onadan olib qo'yishga hech kim haqqi yo'q, hattoki otasini. Endi bu holatda agar nizo chiqayotgan bo'lsa, aytaylik, to'palan qilib, janjal qilib, farzandni bir psixologiyasiga, bir ruhiyatiga zarar keltirib, nima qilinayotgan bo'lsa, ichki ishlarga murojaat qilish kerak. Kerak bo'lsa, himoya orderi talab qilish kerak bo'ladi. Agar u taqiq qilishayotgan bo'lsa bularni. Taqiq qilishayotgan bo'lsa, ichki ishlarga murojaat qilib, himoya orderi talab qilishi ham mumkin. Shu farzand 10 yoshgacha ona bilan bo'ladi. Bo'ladi. Tushunarli. Yurtdoshimiz ko'rayotgan bo'lsangiz, mana javobni berdilar advokatimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Advokatmi? Albatta, va advokat ko'rsatuvdasiz. Aka, bir savolim bor edi. Eshityapmiz, faqat televizorning ovozini pasaytirib qo'yasiz. Hop. Misol, er xotinning o'rtasida kvartira bo'lsa-da, er xotinning o'rtasida kvartira bo'lsa. Hop. Uy xotin nomida bo'lsa yoki erin nomida bo'lsa. Ushlayapmanmi? Eshityapmiz. Xotinning erin nomida bo'lsa. Balas bo'lmasa, yo xotini yo eri o'lib qolsa, qaynontalarning uyga haqqi bormi yo'qmi? Qaynatalarga bir ruxsat nomiga o'tkazib olaladimi shu uyda? Savolingiz tushunarli ekan. Siz bilan aloqani uzyapman. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Xo'p, er-xotin turmushdan keyin olgan barcha mulklar umumiy hisoblanadi. Ya'ni erniki ham, xotinniki ham. Garchi agar ayol 1 so'm hissa qo'shmagan bo'lsa ham, umumiy hisoblanadi, teng hissada bo'linadi. Va agar aytaylik xotinning nomida bo'lsa, eri vafot etib qolgan bo'lsa, kim vafot etgan bo'lishidan qat'iy nazar 6 oyda ichida, vafot etgandan keyin 6 oyda ichida meros ishi ochilib, birinchi merosxo'r turmush o'rtog'i. Ayol o'tib qolgan bo'lsa, erining nomiga o'tadi. Uni hissasi. Er o'tib qolgan bo'lsa, erning hissasi yarim bo'lgan teng nimasi ayol nomiga o'tadi. Ya'ni bitta uy bo'ladigan bo'lsa, er xotindan bittasi vafot etgan bo'lsa, 6 oydan keyin notarius orqali er o'tgan bo'lsa, erning ulushi nimaga ayoliga o'tkaziladi. Ayol 100% ulushga ega bo'ladi. O'zini 50% bilan eriniki o'tgandan keyin 100% bo'ladi. Endi lekin ota-ona ham merosxo'r hisoblanadi, o'zini farzandining mulkiga. Lekin ayolni masalan eri vafot etgan bo'lsa, erning ota-onasi bu ayolning roziligisiz mulkni o'z nomiga ola olmaydi. Bu barcha ishlar meros masalasi notariusda hal bo'ladi. Agar o'rtada qanaqadir bir nizo yoki bir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, notarial idoraga murojaat qilsa, batafsil tushuntirib nima berishadi. Xo'p, mabodo turmush o'rtog'i o'sha ayoli o'lgan bo'lsa, eri ham o'lgan bo'lsa deylik, mana siz aytyapsiz. Xo'p, har ikkala tomon olamdan o'tgan bo'lsa, o'rtadagi uy yoki umuman mana shu narsa kimga qoladi? Qaynota qaynonasiga qoladimi? Ya'ni er tomondagi farzandlar bor. Farzandlari ham bo'lmasa-chi? Birinchi darajali merosxo'rlar, bu farzand, er xotin, shu farzandlar ota-ona. Unda ota-onasi merosxo'r bo'ladi. Farzandlarining mulkiga ota-onasi bo'ladi. Ya'ni o'sha nimani erning nomida bo'ladigan bo'lsa, uni ota-onalari. Ota-ona aka-ukalar, yaqin qarindoshlari merosxo'r. Er tomondagi aka-ukalar ota-onalari merosxo'r bo'ladi. Endi batafsil ma'lumotni o'sha holatni bo'yicha notariusga murojaat qilinsa, notarius o'zi qismlarigacha nima qilib, ulushlarigacha hamma nimasini batafsil tushuntirib beradi. Bo'ldi, keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, televizorning ovozini pasaytirib qo'yasiz. Bo'ldi. Alo. Eshityapmiz. Savolingiz bormi advokatimizga? Bor edi. Biz kredit masalasida qilyotgandik. Nima qilyotgandik? Этот вызов записывается. Allo. Eshityapmiz? Kredit masalasida. Kredit masalasida. Gromkani o'chirib qo'ying. Ovozi gromkasi. O'chirdim. Ha, gapiring endi. Xo'p, biz maqsadli kredit berilgan 3 yilga chorva Ha, eshityapmiz, gapiring. Shu masalada bizda
olingan 33 millionga qo'y olinganda mana hozir 2,5 yil bo'lyapti. Lekin o'rtada mana itlar yedi, boshqa bo'ldi. 9 ta qo'ydan ziyon qildim. Men o'zim ishni 22 million ziyon qildim. Xo'p. Bu borada tuman hokimiyatiga murojaat qilindi, obodonlashtirishga murojaat qilindi, hech qanaqa chora ko'rilmadi. Ular aytdi, xo'p, nima qaralmabsiz degan maqsadda aytishdi, indamadik, xo'p, uyimga keldi, uyimda ham oldi o'sha yovvoyi itlar. It ovlash bo'yicha hech qanaqa bir chora ko'rilmadi. Lekin bankka baribir yozib to'lanyapti o'sha aytilgan shartnoma bo'yicha kredit. Lekin men o'sha olingan qo'ylarni maqsad bo'yicha ishlatdim. 25 taga chiqqan paytda o'sha nimalar olindi, itlar yeb ketdi. Birinchi 7 ta edi, keyin yana 2 ta edi, o'sha 9 ta qo'yimiz ketdi. Xo'p, tushunarli. Endi savolga o'tamiz. Xo'p, savolim shundaki, qanaqa imtiyoz bormi bank tomonidan? Qanaqadir imtiyoz bormi deyapsiz? Ha, chunki bu it ovlashga ruxsat yo'q ekan. Ovlarni otishga ruxsat yo'q ekan. Obodonlarga faqat o'sha dori bilan ovlaymiz işte, doridan inflash olmadi. Bir chaqirtirsak 5-6 marta keldi. Oddiy bir sirtmoq bilan kelyapti. Bo'ldi, itni top bersiz, keyin biz ushlab ketamiz. Itni top bo'lmaydi. Tushunarli. Xo'p, akajon, siz savolingiz tushunarli. Siz bilan aloqani uzyapman. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz, bo'laveradimi? Mayli. Xo'p, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Aloqani uzdim. Xo'p, savol tushunarli. Endi bu ehtiyotsizlik oqibatida bo'lyapti. Shartnomada bu narsalar ko'zda tutilmagan. O'shaning uchun ham hech qanaqa amaliy yordam berilmagan. Endi bo'lgan holat bo'yicha yozma ravishda bankka murojaat qilishi mumkin. Kredit bergan bankning rahbari ko'rib chiqib, o'zi javobini beradi. Lekin ehtiyot chorasini o'zi ko'rish kerak. Bunaqa holatlar, mana shunaqa ehtimoli bor bo'lgan xavfni oldini olib, masalan, o'sha devorni yuqoriroq qilib o'rash kerakmi? O'zi ehtiyot chorasini ko'rish kerak. Fuqaroni o'ziga bog'liqda, o'zini mulkini o'zi ehtiyot qilish kerak. Imtiyozni berish yoki bermaslik ham o'sha kredit bergan bankni rahbariga bog'liq. Bank pul beryapti. Endi qo'yini qo'riqlab berish bank zimmasida emas-da. Ha. To'g'rimi? Tushunarli. O'shaning uchun ehtiyot chorasini o'zi qo'llash kerak edi. Ayb o'zida. Endi qo'yini it yeb ketgan bo'lsa, bankka pul to'lamaydi degani emas-da. Shartnomada unday narsa yo'q. Shartnomada force major holatlari bor. Karantin bo'ladigan bo'lsa, epidemiya bo'ladigan bo'lsa, urush bo'ladigan bo'lsa, boshqa nimalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha davrga to'xtatiladi. Masalan, 2020-yilda Covid orqali karantin bo'lganda prezident farmoniga asosan kredit ta'tili berilgan. O'sha 3 oygami, 6 oygami ta'til berib, o'sha paytda odamlar ishlab daromad olib, kredit to'lanmagani uchun kredit ta'tili berib to'xtatilgan. Keyin karantin tugagandan keyin yana o'sha nimalar voz kechib yuborilmagan. Ha, muzlatib qo'yilgan. Muzlatib qo'yilgan, yana o'shani to'lash davom ettirilgan. Endi bu holatda hech qanaqa bu force major holatga ham to'g'ri kelmaydi. Bankka murojaat qilib ko'rishlari mumkin, lekin o'shani tegishli o'zi javobini oladi bankdan. Tushunarli. Xo'p, aziz teletomoshabinlar, hurmatli rejissyorlar, vaqtimiz bormi keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga? Ma'lumot berishingizni so'rab qolamiz. 1,5 daqiqa vaqtimiz qolibdi. Muzaffar aka, nima qilamiz? Mayli, yana bitta odamga javob berish kerak. Bo'ldi, ketdik. Assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. 1,5 daqiqa vaqtimiz qoldi. Savolingizni tezroq berasiz. Xo'p, bo'ladi. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Eshityapmiz. Va alaykum assalom. Xayrli kech hammaga, bo'ldi, tushunarli. Men avvalo savol uchun bas edi. Muzaffar akani o'zlari bizni o'qitgan o'qituvchimiz bo'ladi. O'sha rahmat, salom, tabriklarim bordi. Shularni aytib berdi. Oynaijahon orqali ko'rganim uchun juda ham xursandman. Muzaffar aka, bundan keyingi ishlaringizda omad. Aka, sog' salomat bo'ling. Hamisha bizni eslaymiz. Har doim rahmat, shunchalik o'qitib, tarbiya berib, ancha yo'limizni ko'rsatganingiz uchun sog' bo'ling aka. Ismingiz nima? Ismingizni tanishtirib o'tib keting. Javohir aka. Javohir. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p, mana o'quvchilaringiz ekan, minnatdorchilik bildirishyapti. Juda ham Nomerini yozib qo'ying. Xo'p, aziz teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib keldi. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi payshanba oqshomida soat 18:15 dan boshlab jonli efirda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, Ruxsor telekanalidan uzoqlashmang.